Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari, kanalimiz obunachilari. Akalar, xudo xolasa yangi qo'y chorva fermamiz ochildi. Mana shu Qur'onni qancha ketdi, nechta qo'y sig'adi, hamma ma'lumotini ilojini boricha yetkazib berib, obzorini qilib beramiz. O'zimizni qo'y chorva, xudo xolasa mana shu kanaldan faqat shu yerdan chiqadi endi, xudo xolasa. Video boshidan like bosib akalar, xudo xolasa mana shu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Eng arzoni ham şeydan chiqadi, eng zot tozasi ham xudo xolasa olib kelishga harakat qilamiz ilojini boricha. Hafta kunimizga juma 24-aprel. Xudo xolasa mana kechki tomon bo'lsa ham video qilib ilojini boricha olishga harakat qilyapmiz. Mana jonivorlarni. Xudo xolasa bo'lmasam boshladik akalar. Birinchi videoyimizga mana jonivorlar qaranglar. Yeb ichishini hammasi go'zal. Mana yemini yeb, hamma yo'g'i yotibdi. Bu yerdagi akalar asosan qo'chqor. Mana shu qo'rada asosan qo'chqor, mana jonivorlar. Bu tomoni 3 ga bo'lingan. Mana hamma turidan bor. Ular ham sotiladi hammasi. Sotuvdagi qo'ylarimiz hali YouTube'ga chiqarganimiz yo'q. Xudo xolasa ertaga chiqaramiz. Ertagani kutinglar, yangi video ertaga chiqadi. Endi bugunga kech bo'lib qoldi. Yengil kichkina bo'lsa ham video qo'yay dedim o'zim. Xudo xolasa ertaga birorta sherik keladi. Hammasini obzorini qilib, chiroyli qilib, narxi qancha ketgan, nechta qo'y sig'adi, balandligi necha, qanaqa hamma ma'lumotni ilojini boricha yetkazishga harakat qilamiz. Sizlardan bitta iltimos, faqat mana shu kommentariyaga yozib qo'yinglar akalar. Bunaqa qo'ra qilish uchun qancha pul kerak bo'ladi? Usta xizmatlari hamma yo'g'ini aytamiz. Kommentariyaga yozsalar, ertaga o'shanga qarab video qilamiz ilojini boricha. Akalar mana tepasi mana pol bo'lgan. Suvoq, loy suvoq, pol suvoq shart emas, loy suvoq. Mana bu gipsakardon. Ustullari hammasi temirdan bo'lgan. Mana oxurlar ham hammasi temirdan. Eshiklar ham hamma yo'q. Ilojini boricha yaxshi, chiroyli, arzon qilib bitirishga harakat qildik. Ilojini boricha. Kommentariyaga yozib qo'yaveringlar akalar, xudo xolasa ana shunga qarab videolarni qilib, nima ma'lumot bo'lsa hammasini beramiz. Aloqaga chiqaveringlar. Mana shu kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammamizga nasib qilsin shunaqa chorvalar, chorvaxonalar qilish.